Nimaga uylanmayapsan deb. Lekin rizq borasida tashvish qilmang. Qilmasligimiz kerak. O'zim boqolmay yuribman u. Xotin bola chaqani qanaqa qilib boqaman demaslik kerak. Bu noto'g'ri, bu haddimizdan oshish bo'ladi. Nima uchun haddimizdan oshish bo'ladi? Uni hozir gaplashamiz. Biz hammamizni Alloh azza va jalla sizlar rizqinglarni men beraman deyapti. Ya'ni Alloh rizqni ustiga olyapti. Ya'ni rizq Allohga oiddir deyapti. Rizqingiz mendandir, ammo jannatga bo'lgan harakatlaringizni o'z qilib qoling deyapti. To'g'rimi? Bir odam aytgan ekanda, qaniydi degan, koshkiydi Alloh aytsaydi, jannat meni vazifam sizlarni jannatga kirgizish, lekin bu dunyodagi rizqni o'zinglar topinglar desaydi. Deganda odamlar nega unaqa deyapsiz deb so'raganda, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Bu dunyoda rizqimizni qidirardik. Topsak topardik. Topmasak o'lardik. O'lsak jannatga tushardik. Ichidan orzu qilyapti. Qaniydi shuni, koshkiydi shunaqa bo'lganda edi, lekin unaqa emas. Bu dunyoda biz Alloh azza va jalla aytib, sizlar rizqinglarni o'lib qolmasliginglar meni zimmamda deyapti. Sizlarni men rizqlantiraman. Sizlar hech qachon tugamaydigan dunyoni g'amini qilinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Tamoman teskarisini qilyapmiz. Adashsak nima bo'ladi? Azobga giriftor bo'lamiz. O'shaning uchun aytyapti, koshkiydi deyapti, shuni teskarisi bo'lsa edi. Koshkiydi teskarisi bo'lsa edi deyapti, lekin unday emas. Mana biz ota-onalar aytadi, yemay, ichmay bola chaqamni yedirdim, kiymadim, kiydirdim, bo'lmagan gap. Biz bola chaqamizni ham Alloh rizqlantiradi. Biz o'zimizni rizqimizdan kesib ularga bermaymiz. Biz shuni deb o'ylaymiz, agar sal o'zimizdan tepaga chiqib o'zimizni hayotimizga qarasak, bizni ham rizqimizni Alloh berayotganini ko'ramiz, o'zimiz topayotganimiz yo'q. Biz faqat harakatlarni qilyapmiz, sabablarini qilyapmiz. Alloh beryapti. Bizni ham rizqimizni, bolamizni rizq, har bir tirik jonda rizqini. Alloh aytayaptiki, seni ham rizqingni men beraman deyapti. Hech bir masalada dardga tushma deyapti. Dardlanma deyapti. Siqilma bu masalalarda deyapti. Yagona darding meni rozi qilish bo'lsin deyapti. Haddimizni bildirib qo'yapti-da bu borada. Haddimizni chegaralarini ko'rsatib qo'yapti. Biz o'sha rizqimizni o'zim topaman deymiz. Masalan, deylik, kunimizda 3 ga bo'ldik. Bir qismi rizqimizni topishimiz uchun, ikkinchi qismini bo'ldik ibodatga, uchinchi qismini deylik oilaga bo'ldik. Rizqimizni ko'paytirmoqchimiz, nima qilamiz? Ko'proq ishlaymiz deb o'ylaymiz. Ko'proq ishlasak rizqimiz ko'payadi deb o'ylaymiz. Shunaqa deb o'ylaymizmi? Hamma shunaqa deb o'ylaydi, to'g'rimi? U ko'proq ishlash uchun nima qilish kerak? Bir joydan vaqt topish kerak. Boyaga ajratilgan 2 qismni bittasidan kamaytirish kerak. Ibodatlardan kamaytiramiz. Ishlashga vaqt ajratamiz. Bora u qadar yetmay qolaveradi. Yana ko'paytiramiz. Keyin ibodatlarimiz ham nimaga aylanib qoladi? Namoz o'qirkan ishni o'ylaymiz. Yana shu, tamommi? Butunlay hamma narsani oilada o'tirar ekan ham ishni o'ylaymiz. Alloh aytayapti, xotirjam bo'l deyapti. Bir ayolni iffati har narsasi. To'g'rimi? Bir ayol iffatsizlikda ayblansa, dunyodagi har narsada ayblangan bilan barobar. Undan yomoni yo'qda, bir ayolni iffatsizlikdan oshirib ayblash uchun boshqa ayb yo'q.
bir ayolning iffatiga tahdid bo'lib turibdi. Nomusiga tahdid bo'lib turibdi. Nomiga tahdid bo'lib turibdi. Kim haqida gapiryapmiz? Maryam onamiz haqida gapiryapmiz. Quchog'ida bolasi. Odamlarga nima deyman deyapti. U paytda odamlar hozirgidek bunaqa narsalarni to'g'ri tushunadigan odamlar bo'lmagan. Hozir u hamma har narsani to'g'ri tushunadigan bo'lib ketdi. U payt unaqa bo'lmagan. Pokiza bir qiz quchog'ida bolasi bilan shaharga kirib borish kerak. Uni iztirobini yashayapti. Alloh azza va jalla nima deyapti? Ye, ich xotirjam bo'l deyapti. Xavotirlanma deyapti. Ye, ich xotirjam bo'l deyapti. Qo'limda bolam bor, odamlarning oldiga boraman bolam bilan. Nima deyman? Ro'za tutganman deb gapirmayman deb. Bizga qo'yib ber deyapti. Sen ye, ich xotirjam bo'l deyapti. Quchog'ida bolasi. Odamlar uni tushunadimi, tushunmaydimi ma'lum emas. Uni haqorat qilish uchun o'zlarini tayyorlab turibdi odamlar. Doim odamlar haqorat qilish uchun tayyor turishadi. Unaqalar har doim topiladi. Mana shunaqa emasmi? Shunaqa. Janob Alloh nima deyapti? Ye, ich xotirjam bo'l. Rohat bo'l. Odamlarga nima deyman? Tilimga ro'za tutdim de. Gapirma, ya'ni savollarga javob berma, bizga qo'yib ber. Biz hal qilamiz. Sen xotirjam bo'l. Bolangni quchog'ingga ol va shaharga bor. Nima degani bu? Bu bir so'z bilan aytganda bu nima degani? Bu men ishlarimni Allohga ishondim degan va menga ravo ko'rganiga roziman degan. To'g'rimi? Sababini qilamiz. Allohga topshiramiz ishlarimizni. Bugun masalan ishladik. Alloh bizga bir narsa berdi. Unga sabr qilamiz, uyga boramiz. Uyda bizdan tog'da kutib turishgan bo'lsa ham aytamiz. Men bugun bizga berilgani shu, bunga sabr qilamiz, rozi bo'lamiz. Boshqa ish yo'q. Shunda bizga nima keladi? Xotirjamlik keladi, yaxshilik keladi. Ichimizda rohat keladi, ibodatlarimizda ma'no paydo bo'ladi, hayotimizda ma'no paydo bo'ladi. To'g'ri? Inson bir dardga tushishi bilan ishtahasi tamoman kesiladi. Suv ham o'tmay qoladi. Suv. Bo'lmasa bir kunda qancha suv ichamiz, shu ham o'tmay qoladi tomog'ida. Nega? Dardi bor chunki. Dardi bor. Vujudimiz hech narsani istamaydi. Xohlamaydi, har narsani inkor qiladi. Bundan 5 battar bo'lgan hol Maryam onamizning holi. Alloh nima deyapti? Ye, ich, rohat bo'l deyapti. Menga qo'yib ber deyapti. Nega? Chunki bu bir sinovdir, bu bir imtihondir. Ishdan bo'lishi mumkin, oiladan bo'lishi mumkin, farzandlardan, ota-onadan, aka-ukalardan ming turli imtihonlar bor. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham boshlarida bunday bir imtihon bor edi. Ularni dardga tushirgan narsa insonlarning iymonga kelmasligi edi. Alloh azza va jalla nima dedi? Sen vazifangni qilasan dedi. Qolgani bizdan dedi. Alloh har narsani bir vaqtini belgilagandir. Alloh belgilagan vaqtigina bo'ladi har narsa. Yana bir holat. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr roziyallohu anhu qochib g'orga kirganlarida yov quvib kelyapti. Ushlasa o'ldiradi. Payg'ambarimiz nima dedilar? Xavotirlanib turgan do'stlariga la tahsan. La tahsan. Xavotirlanma. Alloh biz bilan. Bu qanday hol bilasizmi? Bu mana shu hol. Ipning Allohning qo'lida ekanini hech bir zamon bu ip uni qo'lidan ketmasligini